Alisa, ты меня слышишь? Алиса, я говорю же тебе, она с немцем. Алиса, ты здесь? Понимаю. Хотите подробнее об этом поговорить? Алиса, моя жена kettada onasinikiga. Похоже, вы хотите что-то сказать про жену. Расскажите, что именно. Ты думаешь, вообще-то мозги есть? Она тупая, да? Нормально тупая, да? Похоже, вы сильно раздражены. Да, похоже. Может, расскажете, что произошло? Nima deydi? Garang, sen gapiryapman. Ana tupaya, да? Да или нет? Mani tashlab ketdi ya. Menday odam tashlab ketdi ya. Ha, qarab tursin. Hali xor bo'ladi. Menga zor bo'ladi. Meni tashlab ketdi ya. Meni tashlab ketdi. Qarab tursin. Hali ratchet qilaman. Mana buni tashlab ketaman. Alisa, o'chir musiqangni. Onangning bunga ham ruscha gapirish kerak. Alisa, отключи музыку. Ey, o'char yog'ini. Bo'lgani, buzildi tamom. Shunda qaynan uyga bormanda, xotinni shart olaman-da, shart ortga qaytaman. Nimadir desa, balki chakagiga tas solaman, ovoz qo'shadi. Hatto bu turishda men o'lib ketaman bu yoqda. Ha, tinchlikmi? Nima kelding? Ketuvdilar-ku, chirillab yig'lab, yelkami chuqurni ko'rsin deb bo'yni, ha? Uzr dadasi. Ha endi bir kalla qo'ydik-da, shunaqa bo'lib qoldi. Ha bu kelib qopdilar-ku o'zlari, ha? O'z oyoqlari bilan. Ha endi o'zi kelar yor, o'zi ketar yor deganlaridek biz ham bir sinab ko'rdik-da. Bo'lmas ekan. Ha. Qayinnajonim jo'natib yubordilarmi? Yo'q, jo'natmadilar. Haydab yubordilar. Yana qo'shimchasiga tur yo'qol, qoringni ko'rmay deb ham aytdilar. O, ikkinchi marta menga xarakterini ko'rsatma uchun, deymi? Ana onangga bor xarakterini ko'rsatsa. Eplolmay qolasan. Mendan qochib qoladi. Onamnikiga borsam, eringnikida xarakterini ko'rsatasan dedilar. Erimnikiga kelsam, onangnikida ko'rsatasan dedilar. Ha men nima qilay? Bitta plashatka qilib beringlar, men ham xarakterimni ko'rsatay. Xotinim keldi ya. Xotinim keldi ya. Xotinim keldi. Choyga qara.